Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka ukalar. Bugungi reysimiz mana xudo xolasa Moskvadan chiqyapti. Metro Kotelniki avtovokzalidan. Primoy reyslar. Toshkentda Abusaxiy avtovokzaliga boradi. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga reyslarimiz amalga oshirilgan. Ko'rib turganingizdek, mana klientlarimiz turibdi. O'zbekistonga xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti. Salonda ichki holatlarini ham ko'rsatamiz aka ukalar. Bagajlar qo'yilgan. Bagajlar bepul, bemalol 100 kilogacha olsanglar bo'laveradi. Salonda ichki holatlar. Aka nima deysiz, maslahat berasizmi? Primoymi? Chotkiymi? Konditsioner hamma ishlayaptimi? Mana ko'rib turganlar. Keling aka, tushing. Intervyu olamiz. Mana ko'rib turganlar avtobus ichki holatlarini. Primoy Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga. Ko'rib turganlardek. Yangi komfortli avtobuslar ukalar. Zaryadga qo'yadigan joylar, konditsioner. Zaryadga qo'yadigan joylar ishlayaptimi akalar? Ishlayapti. Chotkiymi hamma yo'q? Konditsioner, pansioner hamma ishlayaptimi? Men ko'rib turganlar Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga. Shunaqa ishonchli nomerlar kerak bo'lsa, ekranlarga yozib qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.